Leksimizni davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Endiki mavzumunda Prezident Trump Cungoni ziyorat qiladiganligini dalilladi. Mavzulu xabar 9 ayning 15 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 11 ayda Jungo Yaponiya Koreyaga ziyoratga berish belgilandi. 9 ayning 14 kuni haftaning 4 kuni tushdan keyin soat 3dan 38 minut o'tganda Quruqliq armiya 1-nomerlik aeroplan Aqsaroyning oldidagi cho'plikka bag'chiga qo'ndi. Prezident Floridadan afat kuchirgan rayonlarni ko'zdan ko'chirib qaytib kelgan chaq edi. Qaytib kelish safarida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump aeroplanda muxbirlarning ziyoratini qabul qildi. Çavuşan meselesi cəhətdə bizdən Jungo bilan intayin yaxşı münasibətimiz var. Diqqət cümlələr hörmətli vətəndaşım. Çavuşan meselesi cəhətdə bizdən Jungo bilan intayin yaxşı münasibətimiz var. Nurgun işlərdə biz həmkarlaşıyatımız. Diqqət vətəndaşım. İntayin yaxşı münasibətimiz var. Nurgun işlərdə biz həmkarlaşıyatımız. Prezident yəni mundaq görsətdi. Əlbəttə mən sana həmmini aytıb berəlməyəm. Elbette ben sana hemmini aytib beremeymen. Yukarı gibimizde okşay çıksın. Beş kollu ağzı tam sağlıp olmayı diyor hürmetli vatandaşım. Bir adı prezidentimdeydi. Elbette ben sana hemmini aytib beremeymen. Ben hazır nemi iş kılıp atımen. Köpçükler. Aytib beremeymen. Ben hazır nemi iş kılıp atımen. Lekin ben işinemen ki Amerika bütün memleket halkı intayin bir xatar. İntayin bir xatardır. Prezident Trump Cungoni ziyaret qiladiganligini dalilladi. Bu mundaq ko'rsatdi. Bu belki bir ümek. 11 ayda birlikte barımız. Yaponiyaga, Koreyaga barımız. Vyetnamga berib Osiyo Tinch okeani hamkorlik yig'iniga qatnashamiz. Filippin bizni taklif qildi. Biz Filipin'e berip körüp bakamız. Bu prezidentin gapları aeroplanda muhbirga sözler var. Enlikte Çavuşan raketa koyup verdi. Amerika'nın kolunda vakit az kaldı mavzulu haber. 9 ayının 15 günü Venvitor biti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Çavuşan vodorot bombası sınak kılgandan keyin Çavuşan xalqaro jamiyatning qattiq ayıplışı ve embargo qilishi qo'shildi. Qaramay 15 günü yana bir qatim Yaponiya tarafga Mars 12 belgilik raketa qo'yib berdi. Raketa 3700 kilometrlik masofaga uçup Amerikaning Guam orlig'iga uçup baralaydigan mumkinlikni ko'rsatdi. Hozir Çavuşan Amerikaga egizli tahdid selib qolmay, hujum qila oladigan iqtidorini ko'rsatdi. Beijing qo'l selib Çavuşanning yadro asli bazasini qo'lga tushirdi. Mavzuli xabar 9 ayning 14 kuni Venvitor biti e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Çavuşan 15 kuni yana raketa qo'yib berdi. Raketa Yaponiya osmonidan uchib o'tdi. Amerika bilim xazinasi shirkatchilar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Yüzaki qaraganda Jungoning Çavuşan siyosati go'yo boshdan oxir birdek ko'rinadi. Beijing xalqaro hamkorlik kuch chiqarib Çavuşanning pozitsiyasini cheklab, bexatarlik komitetining Çavuşanni jazolashga qo'shildi. Lekin Beijing Amerika umid qilgandek Kim Jong-un hokimiyatiga jiddiy besim ishlatmaydi. Muhimi Kim Jong-unning jon tikib bir ish qilib qo'yishidan ansiraydi. Bunda qilganda Çavuşanga ko'rsatadigan ta'sirining ojizlab ketadiganligidan ansiraydi. Jungoning Çavuşan siyosati ozroq o'zgarishga boshladi. Birinchi, Jungo Çavuşan hokimiyatini qo'g'dashga ching turmaydigan bo'ldi. Ikkinchi, Jungoning Çavuşan yarim orolning vaziyati ko'ngil bo'lishi, musofirlar to'lqini ko'tarilishdi, ansirashdan yadro bexatarligi qatlamaga kengaydi. Uchinchi, Jungo Kim Jong-un Çavuşan hokimiyatini qo'g'dash uchun jangga kirmasligi mumkin. O'tganda askar kirgizdi deyishgan to'q, endi mayli shundaq deydiki, buning uchun jangga kirmasligi mumkin. Ko'pchilik tadqiqotchilar bundaq hisobladi. Qurol ishlatish, ya'ni harbiy ishlar yuz beradigan bo'lsa, ozodlik armiya gar Çavuşan armiyasining qarshilik ko'rsatishga duch kelsimi, Kim Jong-unning armiyani janubga yo'tkazish zaruriyatidan
ve Amerika Koreyaga taqobil turish sabablaridan azodlik armiya bir oz ustunlikka erishishi mumkin. 4. Azodlik armiya Chavshanga kirib, to'qinish va uning natijasini kafolatga ega qilib, ma'lum darajada Chavshan armiyasini tizginlashni davomlashtirishi mumkin. Qaltis gapki, Jungo Chavshan kirib, Chavshan armiyasini tizginlashisi bu Asiya nim bo'ladi. Bu bir gap, lekin men tahlilchining tahlili ekanman, sizlarga yetkazdim. Endi vatandoshlarim, sizlar bilan birlikda kelar-kelishimizda endi analiz qilamiz. Ne oldu bu?